Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun ishlarimizni уже yakillab qoldik. Zakotopkalarimiz oz qoldi mana. 10 metrlik joyga mana bir skatli. Mana ishlar bo'layapti. 10 metr va 7 metrlik joyga bir skatli joy. Xonadonlarga shunaqa naveslar quryapmiz. Hozir mana zakotopka jarayonini sizlarga qisqagina video qilib tashlayapman. Kimga yoqsa like va obuna bo'lib qo'yishlar esdan chiqmasin. Xudo xolasa ishlarimiz ham yakillab qoldi. Tez orada ko'taramiz, xudo xolasa. 7 metrligimiz. Buni tikkalaydigan joyimiz ona bu yoqda. Oshxona, hammom, shunaqa naves molxona. Shu o'sha darvozaxona bor bu yerda, magazinni darvozaxonasi. Shu yerga tikkalanadi, xudo xolasa. Telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Kimga ish kerak bo'lsa, shunaqa ishlar bo'lsa, telefonlashamiz. Telefon nomerlarimiz 97lik 978 25 00. Shunaqa naveslar, kottejlarning orasi, har xil katta hajmdagi tom naveslar bo'lsa, qurib berib bitkazamiz. Hamma materiallar o'zimizdan, konteyner materiali. Bittadan like va obuna qo'yish esdan chiqmasin. O'rtoqlar, sog' bo'lasizlar. Xudo xolasa qolganini ham tikkalayotganda yana bir olib ko'rsataman videoga.